Qishloqlar axir o'zlari ham bilasizlar-ku, bu o'yin bo'yicha meni yutish imkonsiz. Endi kiribsan, kompyuterda o'ynaysan, biz esa telefonda sani qayerdan yutishimiz mumkin? Yo'q, albatta telefon bilan ham yutsa bo'ladi, просто sizlar o'ynashni bilmaysizlar. Nima? Hazillashyapman, bo'ldi. Endi esa tezroq mayli uylarga borish kerak, axir ishlarni ham qilish kerak. Da aytasan. Mani kompyuter u noutbugimni yaxshigina qizib ketibdi. Endi buni o'chirib qo'yishim kerak, sovutish rejimini. Stop. Nimani ovozi bu? Chotos samolyotni ovozi chiqyaptimi? Samolyot uchyaptimi degani? Boshim. Nimani ovozi bu? Yo'q, nimani ovozi edi bu? Bilmadim, qishloqlar. Cho'ta bitta narsa portlagandek bo'ldi. Da qishloqlar juda ham qattiq portladi. Do'stlar, bu nimani ovozi? Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan mana shu Kompot va mana yangi video rolimga xush kelibsizlar. Bo'ldi, o'zida ko'rib turishlar mumkin. Qishloqlar nimani ovozi bo'lishi mumkin? Bilmadik. Yur tashqariga chiqib qarab ko'raylikchi. Yuringlar. Kompot, lekin nima samolyot portlagandek bo'ldimi? Yo'q, samolyot qanaqasiga portlaydi? Yur tashqariga chiqib ko'raylik. Yuringlarchi qishloqlar. Yo'q, nimani ovozi bo'ldi bu? Tushunmadim. Yo-mayo. Oy, tushunmadim, nima bu? Mana papalyam qishlog'i san to'g'ri aytgan ekansan. Masalan, aytdim nima dedim, bu samolyotni bunchalik shu yerga qulab dedi samolyot. Da qishloqlar. Kompot, nima qilamiz? Yuringlarcha qani borib ko'raylikchi, balkim kimdirga yordam kerakdir. Bilmadik, yur qani. Xo'p, qani endi siz bu yerga sekin yaqinlashib yuringlar qishloqlar. Biz ham qo'rqyapmiz. Nimaga? Bu o'zidan o'zi qulamaydi-ku oxir samolyot. Lekin to'g'ri aytasizlar, yuringlar, balkim kimdirga yordam kerakdir. Agarda o'sha kimdirga yordam bermasak yomon bo'ladi. Bo'pti, yurchi qani. Yuringlar, davay qishloqlar. Qayerdan kirish mumkin? Bo'linglar tez. Xo'p, birinchidan kirib olaver. Xo'p, o'zinglar bilasizlar, endi keladimi, yo'q bilmadim, bu qishloqlar hozir ko'rish kerak. Qani, stop, bu yerda eshik ko'rinmayapti. To'p, bunaqa bo'lsa, mana samolyotni old taraflarida bo'lishi kerak, kirish eshigiga. Qani qidirib ko'raylikchi, balkim toplar. Yo'q, mana ekan kirish eshigi. Qani bu yerdan endi kirib ko'rish kerak. Qani, to'la qo'l. Juda ham yaxshi ochildi. Oho, yo'q, bunchasi dabdalasi chiqibdi-ku. Bu yerda kim o'shigan? Hoy, kimdir tirikmi? Hoy. Yo'q, hech kim, menimcha hech kim tirik qolmay o'xshaydi, lekin paluba bo'sh. Paluba emas, buni ichkarisi bo'sh demoqchi edim. Ya'ni bu yerda hech kim yo'q. Bu yerda esa qanaqadir kodli eshik ekan. Buni ochib bo'lmaydi, kod kerak. Nima shunda shu samolyot qayerga ketayotgan ekan? O'zi bitta, nima shunda bitta ham ichida odam yo'q. Tushunmadim. Hoy, tirikmisiz? Yo'q. Iltimos, yordam bering. Yo'q, hozir yordam beraman, hozir. Yo'q, qani. Nima bo'ldi? Xullas, yarom samolyotni dvigatelishdan chiqdi va quladi bu yerga. Tushunarli. Bu yerda qanaqa boshqa bir yuk yo'qmidi? Bo'pti, uni buni qo'yish kerak, tezroq sizga yordam berish kerak. Qani, hozirroq qishloqlarni chaqirib kelaman va yo'q, bu yerni ham dabdal chiqdi. Hozir sizga yordam beramiz. Rahmat. Taqizi borib bu qishloqlarni chaqirib kelish kerak bo'ladi. Qishloqlar bilan buni tezroq uyga borish kerak. Jin ursin bo'lish shu yerga qulab. Yo'q, juda ham katta avariya. Qishloqlar, tezroq bu yerga kelinglar. Unchalik ham kuchli og'riq emas. Menimcha, faqatgina oyog'ingiz ozgina latlagan. Rahmat sizlarga. Arzimida qishloqlar. Mayli, unaqa bo'lsa, qani, Kreyv, unda samolyotda yana boshqa yuk bormidi? Bilmadim qishloqqa. Bu yerda boshqa qanaqa yuk bor edi? Bu yerda xullas kelam samolyot ichida sirli emas, kodli eshik va kilitli eshik orqasida bizni xazinalar, ya'ni qurollar bor. Ularni olib keling. Iltimos, u yerda aptechka ham bo'ladi. Xo'p, hozir boraman. Boyagi eshikning orqasida demak bo'ladi qurollar bo'lgan ekan. Demak, bu yuk tashuvchi samolyot. Jin ursin bo'ldi, qaranglar. Juda ham katta samolyot qishlog'imizga kelib urildi va o'zida ko'rishlar mumkin. Juda ham katta aviahalokat ro'y berdi. Bo'ldi, mana bundan bo'ldi nima so'radi? 3-5 yil oldin ham shunaqa voqea bo'lgan edi. E'tiboringiz uchun. Mayli, bo'ldi, unaqa bo'lsa tezroq olib borib, boyagi narsani kodini aytdi boya menga. Uni lekin videoga ola olmadim. Hozir kod bilan uni ochishga harakat ko'raman. Tezroq harakatlanish kerak. Sababi uni brat nima so'radi, ana bu uchuvchi juda ham og'ir ahvolda oyog'i singan bo'ldi. Endi esa bu yerdagi kod 2 3 5 6 edi. Menimcha shunaqa va ochildi. Juda ham yaxshi. Rostdan ham bu yerda qutilar bor ekan. Qani buni ichida bo'shmi bilmadim. Aytgan yo'q. Bu yerda qurollar bo'lishi kerak. Qani ko'ramiz hozir. Hozir ochib ko'rish kerak va rostdan ham juda ham ko'p qurollar bor ekan.
O'zi bularni men tezroq anavi uchuvchiga olib bu yerda aptechkalar juda ham yaxshi hammasini urib olaman va bu yerda esa yana qo'noq qurollar yo'q. Bularga teginmaganim yaxshi. Bular davlat mulki tak. Endi esa bu yerdan kodni ochishimiz kerak. 2, 3, 5, 6 va juda ham yaxshi. Endi esa tezroq yugurish kerak. Sababi juda ham uchuvchining ahvoli og'ir. Oyog'i juda ham singan va qo'li ham ozgina chiqib ketgan. Bolalar bunchalik ham yomon og'riq bo'ladimi bilmadim bular. Qanaqasiga bu uchuvchi unaqa baqirib qilmayapti. Baqirib men bo'lganimda baqirib chaqirib tashardim. Sababi bunchalik oyoq sinish bu juda ham yomon og'riq. Oy brat, xolos kelin mana qishloqlar o'zinglar bir eplanglar, mana olishlar mumkin aptechkani va mana bu aptechkalarni ham ushlasang qishloqqa hammani mana bu okani yaxshilab nima so'radi, yaxshilab davoringlar. Mana esa borib kiyim olib kelaman. Bo'pmi, qaranglar, hamma kiyim yirtilib ketibdi bolalar. Xo'sh. Bo'ldi, mana hamma kiyimingizni yangiladik. Sizlarga kattakon rahmat nima deyishni ham bilmayman. Arzimaydi qishloqlar, menimcha tibbiy yordam ko'rsatinglarmi? Kompot yaxshilab tibbiy yordam ko'rsatdik. Juda ham yaxshi. Xo'sh, uchuvchi endi hammasini bir boshdan boshlab bersangiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas kelam, endi yodimga tushdi. Boya dvigatel portladi deyotgandim. Yo'q, unaqa emas edi. Aslida u yerda yana bir nechta nima so'radi, mahbuslar ham bor edi. Uchchalar orqamdan solib urib ketishdi va nima so'radi, meni hushimdan keltirishdi. Tushunarli. Nima demak, ular qochib ketishdimi? Meni uyqudan nima so'radi, uyquga ketirishganmi bilmadim, uyim o'rtada ekan. Tushunarli. Demak, uyquga ketgansiz va mana ishni yopib qo'yaylik. Yaxshi, xolos kelam. Men uyquga ketdim va nima so'radi, samolyot quladi va ular parashyut orqali sakrab qoldi. Ya'ni o'sha yerdagi xolos skladdan parashyutlar oldi va u yerdan sakrab qochib ketishdi. Tushunarli, juda ham yomon bo'libdi. Demak, ular qishlog'imiz atrofida. Qala uzoqqa ketishga ulgurmadi. Tushunarli. Demak, men nima qilishim kerak? Sizdan iltimos ularni nima so'radi, topib, nima so'radi, ularni tuting iltimos. Sizdan iltimos qilib qo'yaman. Bo'ldi. Unaqa bo'lsa men sizga yordam beraman albatta. Ularni o'zim tutib, nima so'radi, o'zim mamlakat qo'liga topshiraman. Tushunarli, lekin siz ehtiyot bo'ling va o'sha skladdan qurollar va zirhli nimchalar olib oling. Bu sizga juda ham kerak bo'ladi. Bo'ldi, brat, unaqa bo'lsa mayli, hozir men borib ularni tutishga harakat qilib ko'raman. Endi o'rmon chekkalarida bo'lsa kerak, lekin ehtiyot bo'ling. Xo'p, rahmat. Unaqa bo'lsa men boshlayman ishni. Lekin mana bu o'rmon tarafga qaysi tarafga ketganini ko'rmadingizmi? Yo'q, uzr, ko'rmadim. Katta ehtimol bilan hali uzoqqa ketishga ulgurmagan. Mana bu tarafga ketgan bo'lishlari mumkin. Sababi mana bu tarafga, ya'ni o'zimiz tarafga ketganida kimdir ko'rgan bo'lardi. Lekin to'g'ri aytasiz, nima so'radi, imkoniyat borida ular o'rmonga qochishga harakat qilishgan. Unaqa bo'lsa men hozir boraman va ularni tutaman, qo'rqmang. Men o'zim nima so'radi, ularni qo'lga olaman. Bo'ldi, sizga ishondim. Xo'p, qishloqlar, unaqa bo'lsa sizlar yaxshilab bunga qarab o'tiring va nima so'radi, iloji bo'lsa 103, ya'ni shifokorga ham qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi, kompot, dek qilamiz. Bo'ldi. Mana bu kiyimlarni ham ushlanglar. Bular menga endi kerak emas. Mayli, unaqa bo'lsa men ishga kirishaman. Xo'p, kirib omad. Rahmat. Siz ham sog'ayib keting. Rahmat sizga. Mayli, bo'ldi. Endi esa juda ham katta missiya bizni qo'limizda. Ya'ni ularni mahbuslarni tutishimiz kerak, lekin ularni to'g'risida men qo'rqaman. Sababi ular qurollangan deyishyapti. Mayli, hozir ularni tutishga harakat qilib ko'raman, lekin juda ham qo'rqaman. Mayli. Bu meni eng oxirgi videom bo'lmasa bo'ldi. Sababi ular qurollangan deyishganda bilmadim, to'g'risini aytsam qurollanganmi yo'qmi aniq emas, lekin mana bu yerda ham oynalar yo'q. Bu yerdan hech kim qochmagan. Tushunarli. Mana bu yerda ham o'rtasidan bo'linib ketibdi. Ya'ni bu yerda qulagan paytda juda ham yomon dars ekan. Hammalar esa mana bu taraflarga hozir boramiz. Undan oldin esa yaxshilab qurollarni olishimiz kerak. Mana bular ham yo'ldan olish kerak. Sababi hozir agarda mahbuslar orqamda quvsa, jinursin. Bu yerdan albatta yiqilib tushish niyatim yo'q. Bularni ham hali remonti juda ham yaxshigina pul bo'ladi. Xo'p, endi esa mana buni parolni ochamiz. 3 6 5 stop. Ikkinchi 2 5 6 dan bo'ldi. Juda ham yaxshi. Endi esa bu yerda qani, zirh nimchalar bor ekan. Juda ham yaxshi. Tak politsiyani yaxshi yarashdi menga. Endi esa men politsiya kompot bo'ldim. Tak endi esa bu yerda yana pistolet va unga patronlar. Juda ham yaxshi. Mana bu yerda esa avtomat M4 bor ekan. Juda ham yaxshi. Endi esa bunga patronlarni olamiz va bo'ladi, shular ham yetadi menga. Tak endi esa borib, tak bo'ldi. Hammasi yaxshi. Endi esa boramiz va ularni tutishga harakat qilib ko'ramiz. Tak endi esa bu yerdan qani chiqib ketish kerak. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Mana bu endi menimcha ishlamasa kerak. Bu yerda yana qanaqadir aloqa yo'qmikan? Yo'q, menimcha bu endi ishlamasa kerak. Yo'q, hech qanaqa aloqa yo'q. Ya'ni kimdir bilan aloqalashib, ya'ni gaplashib o'tirsam, qanaqa gaplashish? Ya'ni ularga aloqa chiqamanmi deb o'ylagan edim politsiyalarga, lekin u ishlamas ekan. Mayli. Endi esa mana bu taraflarga yurib qani ko'raylikchi.
qanaqa mahbuslar topilarmikin yoki to'pollarmikinman bilmadim, to'g'risini aytsam ularga xavfli bo'lib chiqsa juda ham yomon. Ular mani yaxshigina to'pposlab tashlashlari mumkin yoki agarda qo'lda qurollar bo'lsa otib ham tashlashadi. Aniqdaginisi mana bu taraflarda qani tushunmadim. Ana ekan bolalar o'zida ko'rish mumkin. Xullas kerak, men esa tezroq nimalardir gaplashyapti. Endisi men bularni oyog'im bularni ushlashga harakat qilib qolaman. Tak, endisi iloji bo'lsa sekinroq gapiramiz va pistoletni qo'limizga olib, manimcha bular qurollamagan. O'tamiz bu. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Bu yerda ko'pligini. Xullas kerak, menda biz bu qishloqni qo'lga olamiz va bu qishloq bizni mo'ynimiz ostida bo'ladi va qanchalik boylik ko'pligini tasavvur qilinglar bu yerda. To'g'ri aytasiz. Nima? Bizni qishloqdan o'marishmoqchi. Tushunursan, tushfarani g'omsalabsizlar. Xo'p, unaqa bo'lsa, agarda bularni qo'lga tushira olmayman, shuning uchun hozir borib hammasini otib tashlayman. Qani bu yoqqa kellaring. Bosqin. Chinozim bularning ko'pligini hozir. Qani juda yaxshi. Yo'q. Bularni eng muhimi bir yerga taqib tashlashiga yo'l qo'ymaslik. Qani sizlar ham kelinglar. Davay, mana qo'limda nima so'radi M4 hammangni qilib. Bularning ko'pligini. Qanaqa mahbuslar jinursan. Bizni qishloqda yo'qlab qoldi va qani juda ham yaxshi. Bizani qishloqni qo'lga olaman deyishadi. Chuchvarani g'omsalashibdi. Va juda ham yaxshi hammasi. Menimcha bitta ham qolmadi. Juda ham yaxshi. Bo'ldi. Hammasi juda ham yaxshi. Meni o'zi ko'rmakda ham yo'q, atrofda ham hech kim yo'q bo'ldi. Menimcha xavf ortda qoldi. Bo'ldi, endi esa qishloqqa qaytishim kerak. Sababi qishloqda allaqachon hamma yig'ilib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Stopdan bu yerda sandiq bo'ladi-da. Sandiq, mana bu yerda chodir. Mayli, qana bu yerda nimalar bor ekan? Jonathan, rostdan ham ular bizni xoriylar pichoq. Demak, ular rostdan ham bizni bemalol bosib bo'lishlari. Sababi hamma narsasi bor va chodir, bitta chodirga hammasi sig'adimi shunda? Bilmadim, to'g'risini aytsam, hayronman. Mayli, endi esa tezroq qishloqqa borishim kerak. Menimcha hamma allaqachon qishloqda yig'ilib bo'lishgan bo'lsa kerak, politsiya va boshqa narsalar. Hammasi aytgandek bo'lib chiqdi. Allaqachon politsiya va boshqa ham xizmatlar hammasi allaqachon yig'ilib bo'lishdi va menimcha samolyotni ham chiqarishmoqchi. Juda ham yaxshi bu yerda o't o'chirish mashinasi va KAMAZlar, KAMAZ emas, to'g'rirog'i ekskavatorlar juda ham yaxshi. Demak, hozir bu nima bo'ladi? Bu yerdan olib ketishadi, ya'ni kattagina samolyotni yuk tashuvchi. Mayli, endi esa allaqachon politsiyalar ham yig'ilishibdi. Endi politsiyalarga nima deyman axir? Mana hamma yorishlari mumkin, tushunursan. Chunki men mahbuslar bo'lgan bilan ular ham inson odam edi, lekin ularni men o'ldirdim, tushunursan. Qishloqda yaxshimisizlar? Kirib, sog'mamsan? Da, yaxshimi o'zlar qilay. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zi qalaysiz? Yaxshi. Mana pistoletlarni olishingiz mumkin. Tushunmadim, pistolet sizni qo'lingizda nima qilyapti bu? Yo'q, bu nimasi bo'ladi? Hamma qurollarni tezda yo'qqa ber. Mana olishingiz mumkin qurollar va jahtincha. Ahvolingiz qalay? Yaxshi. Senga kattakon rahmat. Men hayotimni saqlab qolding. Agar sen bo'lmaganingda men shu yerdan o'zida o'lib ketgan bo'lardim. Men bularni boshlig'iman bilishing uchun. Boshlig'ingiz? Tushunali qishloqlar juda ham yaxshi bo'ldi. Demak, men hozir bularni boshlig'i ekanman. Boshlig'i shunda uchuvchi yana bilmadim. Bo'ldi, qaranglar. Hammasi allaqachon yig'ilib, bu yerni emas, samolyotdan chiqarishmoqchi. Mayli, unaqa bo'lsa, barchaga xayr. Sizlar bilan men Kambot bo'ldim. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib, albatta qo'ng'iroqcha ham yoqib qo'yishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'lsin, unutmang.